Hurmatli fuqarolar, bugun men siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch masala haqida gaplashmoqchiman. Bu ma'lumot har biringizga, har bir oilaga, har bir uy egasiga, har bir tadbirkorga taalluqli. Agar siz bu videoni 5 maygacha ko'rmasangiz va tegishli choralarni ko'rmasangiz, jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga, huquqiy muammolarga duch kelishingiz, hattoki mulkingizni yo'qotish xavfi ostida qolishingiz mumkin. Bu ogohlantirish emas, bu aniq amaliy ko'rsatma. Shuning uchun, iltimos, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki sizning harakatingiz bu ma'lumotni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Hozirgi kunda joriy qilingan yangi qonunchilikka ko'ra, yer uchastkalari va ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tizimida tub o'zgarishlar yuz berdi. Ilgari ko'pchiligimiz uchun bu jarayon ancha oddiy yoki hatto ba'zi hollarda shunchaki qo'ldan qo'lga o'tkazish bilan cheklanib qolgan edi. Xususan, ko'p yillar davomida fuqarolar o'rtasida uylar, yer uchastkalari yoki boshqa inshootlar notarial rasmiylashtiruvsiz, faqatgina kadastr hujjatlari asosida yoki hatto ularsiz ham oldi-sotdi qilinishi holatlari mavjud edi. Ba'zi joylarda, ayniqsa qishloq hududlarda, kolxoz hujjatlari yoki mahallaning og'zaki kelishuvlari asosida egalik qilib kelinayotgan yerlar ham mavjud edi. Bu holatda odamlar o'z mulklariga qonuniy egami yoki yo'qmi, u haqda davlat biladimi yo'qmi degan savollar haqida ko'p o'ylamasdi. Asosiysi, ular o'sha yerda yashayotgan, o'sha uydan foydalanayotgan edi. Davlatning bu boradagi nazorati va tartibga solishi yetarlicha samarali emas edi. Lekin endi vaziyat butunlay o'zgardi. Yangi qonunchilik ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishni majburiy qilib qo'ydi va bu jarayonni jiddiy ravishda tartibga soldi. Davlat endilikda har bir fuqaroning, har bir yuridik shaxsning mulkiga bo'lgan huquqini aniq va shaffof tizim orqali ro'yxatdan o'tkazishni talab qilmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi mulkchilik munosabatlarini tartibga solish, soliq bazasini aniqlashtirish, yer va mulkdan samarali foydalanishni ta'minlash, shuningdek, kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan mulkiy nizolarning oldini olishdir. Eng muhimi, oldingi tartibsiz tizim sababli yuzaga kelgan huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etishdan iborat. Bu o'zgarishning eng keskin tomoni esa mulk huquqini belgilangan muddatda, ya'ni 5 maygacha ro'yxatdan o'tkazmagan shaxslarga nisbatan jiddiy oqibatlarning belgilanishidir. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki mulk huquqini yo'qotish yoki katta jarimalarga tortilish xavfini anglatadi. Bunday o'zgarishlar xalqaro tajribada ham mavjud bo'lib, mulk egalarining huquqlarini kafolatlash va mulk bozorini tartibga solishga qaratilgan. Ammo o'z vaqtida e'tibor bermaslik bu kafolatni siz uchun xavfga aylantirishi mumkin. Asosiy ma'lumotlar: kimga xavotir olish kerak, kimga emas. Bu yangi qoida kimga taalluqli ekanligini chuqur tahlil qilaylik. Har bir holatni alohida ko'rib chiqishimiz va tushunarli misollar bilan izohlashimiz muhim. Birinchidan, kimlar xavotir olish kerak? 1. Qonuniy hujjatsiz yer uchastkalariga egalik qilayotganlar, ya'ni sizda yerga bo'lgan huquqingizni tasdiqlovchi rasmiy davlat orderi, hokim qarori yoki notarial tasdiqlangan oldi-sotdi shartnomasi bo'lmasa. Ko'pincha bu holat qishloq joylarda, bog'dala shiyponlarda yoki o'zboshimchalik bilan egallangan yerlarda kuzatiladi. Masalan, Bobur aka 2005 yilda qishloqdagi qo'shnisidan 6 sotix yerni og'zaki kelishuv asosida faqat bir varaq qog'ozga tilxat yozish bilan sotib olgan. U o'sha yerdan foydalanib uy qurgan, bog' yaratgan, suv o'tkazgan, elektr uzatgan. Bobur aka o'zining bu yerning qonuniy egasi deb hisoblaydi, chunki u uchun pul to'lagan va necha yillardan buyon undan foydalanib kelmoqda. Lekin Bobur akaning yerga bo'lgan huquqi davlat reyestrida aks etmagan. Bu degani davlat nazdida bu yerning egasi Bobur aka emas, balki boshqa shaxs yoki hatto davlat hisoblanishi mumkin. Endi Bobur aka 5 maygacha bu yerga bo'lgan huquqini rasmiylashtirishi shart. Aks holda, uning mulki davlat tomonidan noqonuniy deb topilib, tortib olinishi yoki katta jarimalarga tortilishi mumkin. Bu juda jiddiy oqibatlarga olib keladi. Bobur aka o'z mehnatining hosilini yo'qotish xavfi ostida qoladi. 2. Mulk hujjati eskirgan yoki tartibsiz bo'lganlar, masalan, eski kadastr hujjatlari, eski namunadagi orderlar yoki mulk egasi o'zgargan, ammo hujjatlar yangilanmagan holatlar.
Aytaylik, Dilorom opa 1998 yilda xonadon sotib olgan. O'sha paytda kadastr hujjatlarini rasmiylashtirgan, ammo keyinchalik hujjatlar yo'qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan. Yoki uning eri vafot etgan, merosxo'rlik bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirilmagan va Dilorom opa hali o'z nomiga mulkni o'tkazmagan. Ko'pincha bunday holatlarda odamlar qog'ozlar joyida bo'lsa bas deb o'ylashadi, ammo ularning o'zgarishi yoki yo'qolishi mulkchilikka oid muammolarni keltirib chiqaradi. Bu kabi holatlarda ham Dilorom opa o'z mulkiga bo'lgan huquqini yangilashi, davlat reyestriga kiritilishi uchun murojaat qilishi shart. Chunki eski hujjatlar yangi tizimda avtomatik ravishda tan olinmaydi. Ularni qayta tekshirish va yangilash talab etiladi. Yangi tizimda barcha ma'lumotlar elektron tarzda jamlanadi. Shuning uchun eski qog'oz hujjatlar ham elektron bazaga kiritilishi lozim. Uchi. Mulk huquqi ro'yxatdan o'tgan, ammo qurilgan inshootlar kadastrda aks etmagan holatlar. Ko'pchilik fuqarolar o'z uylarini kengaytirish, qo'shimcha inshootlar, garaj, ayvon, oshxona va nahona qurishda tegishli ruxsatnomalarni olmasdan yoki ularni rasmiylashtirmasdan ish olib boradi. Masalan, Temur aka o'z hovlisiga qo'shimcha 2 ta xona qurgan, lekin bu xonalarning kadastr hujjatlarida qayd etilmagan. Ilgari bu kabi holatlarga ko'z yumilgan bo'lsa, endilikda bu inshootlar noqonuniy qurilma deb topilishi va ularni qonuniylashtirish yoki buzish talab etilishi mumkin. Bu ayniqsa muhim, chunki bu inshootlar uchun soliq to'lanmagan bo'lishi mumkin va endi ularni ro'yxatdan o'tkazish jarayonida muammolar yuzaga kelishi mumkin. Agar Temur aka o'z qurgan inshootlarni rasmiylashtirmasa, u uyni sotmoqchi bo'lganida katta muammoga duch keladi, chunki haqiqiy maydon hujjatlardagi maydonga mos kelmaydi. Bundan tashqari, agar ushbu inshootlar xavfsizlik talablariga javob bermasa, bu ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tort. Uylarning bir qismi davlat zaxirasida yoki boshqa maqsadlarda ajratilgan yerlarga o'tib ketgan holatlar. Ba'zan uzoq yillar oldin qurilgan uylar yoki hovlilarning bir qismi shaharsozlik rejalari o'zgarishi sababli davlat ehtiyojlari uchun ajratilgan zonalarga kirib qolishi mumkin. Shunday vaziyatlarda, agar hujjatlar yangilanmagan bo'lsa, fuqaro o'z mulkiga bo'lgan huquqini yo'qotishi yoki kompensatsiyasiz buzilish xavfi ostida qolishi mumkin. Masalan, bir oila uyi yonidan yo'l o'tishi rejalashtirilgan, biroq ular uylarning hujjatlarini yangilashmagan. Endi ular huquqlarini rasmiylashtirish kerak. Aks holda ularning uylari davlat ehtiyoji uchun olib qo'yilganda adolatli kompensatsiya olishlari qiyinlashadi. Bunday holatlarda rasmiylashtirilgan hujjatlar sizga davlat tomonidan to'liq va adolatli kompensatsiya olish uchun yagona kafolat bo'lib xizmat qiladi. Aks holda sizning mulkingiz davlat tomonidan noqonuniy deb hisoblanib, kompensatsiyaga loyiq emas deb topilishi mumkin. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? 1. Mulk huquqi to'liq va belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan. Barcha hujjatlar kadastrda ro'yxatdan o'tgan shaxslar. Agar sizning yer uchastkangizga yoki uyingizga bo'lgan huquqingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlar tartibli bo'lsa, kadastr hujjatlaringiz yangi namunadagi ko'chmas mulk obyekti to'g'risidagi ma'lumotlar elektron shaklda mavjud bo'lsa, sizda xavotirga o'rin yo'q. Misol uchun, Gulnora opaning kvartirasi 2018 yilda notarial tartibda rasmiylashtirilgan va davlat kadastr reyestriga kiritilgan. Unga zamonaviy kadastr pasporti ham berilgan. Bunday holatda Gulnora opaning qo'shimcha hech qanday harakat qilishi shart emas. Chunki uning mulki haqidagi barcha ma'lumotlar davlat bazasida mavjud va qonuniy kuchga ega. Uning mulki to'liq himoyalangan. 2. Yaqin orada mulk sotib olgan va uni notarial tasdiqlagan shaxslar. Agar siz so'nggi yillarda, masalan, 2018 yildan keyin mulk sotib olgan bo'lsangiz va notarius orqali rasmiylashtirgan bo'lsangiz, ko'p ehtimol bilan mulkingiz davlat reyestriga kiritilgan. Notariuslar bunday bitimlarni amalga oshirishda mulkni davlat reyestrida ro'yxatdan o'tkazishni majburiy qilib bajaradilar. Shunday bo'lsa ham, bitta maslahat, Davlat kadastr agentligining sayti orqali yoki tegishli bo'limga murojaat qilib, mulkingiz haqidagi ma'lumotlarni bir marta tekshirib qo'yish ortiqchalik qilmaydi. Shunchaki tasdiqlash uchun. Ba'zida inson omili tufayli kichik xatolar bo'lishi mumkin. Ularni oldindan tuzatish doimo afzalroqdir. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi mamlakatdagi mulkchilik munosabatlarini yanada shaffof va adolatli qilish, mulkiy nizolarni kamaytirish, shu bilan birga mulk egalarining huquqlarini ishonchli himoya qilishdir.
Biroq bu o'zgarishlar o'z vaqtida chora ko'rmaganlarga jiddiy salbiy ta'sirlar ko'rsatishi mumkin. Shuni unutmangki, har bir fuqaro o'z mulkiga bo'lgan huquqlarini bilishi va ularni himoya qilish uchun qonuniy choralarni ko'rish shart. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Har qanday qonunda bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va ba'zi bir noaniq jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha muammolardan qutqarishi mumkin. Bu nuanslarni tushunish sizning harakatlaringizni to'g'ri yo'naltirishga yordam beradi. 1. Vaqtinchalik inshootlar va qurilishlar. Bu qoida asosan poydevorga ega, mustahkam, uzoq muddat foydalanishga mo'ljallangan bino va inshootlarga taalluqlidir. Agar sizning yer uchastkangizda vaqtinchalik, masalan, yozgi oshxona, hojatxona, saqlash ombori, yengil materiallardan qurilgan molxona kabi yoki yengil konstruksiyali inshootlar bo'lsa, ular uchun alohida ro'yxatdan o'tkazish talab qilinmasligi mumkin. Biroq bu holatda ham, agar bu inshootlar kapital qurilish xususiyatiga ega bo'lib, uzoq yillar xizmat qilsa va ularning maydoni kattaroq bo'lsa, kadastr mutaxassislari bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Ba'zida yengil ko'ringan inshootlar ham, masalan, qattiq poydevorga ega yozgi ayvon yoki avtomobil uchun mo'ljallangan yopiq joy ham keyinchalik muammoga sabab bo'lishi mumkin. O'z-o'zidan qurilgan bu kabi obyektlarni agar ular umumiy maydonni sezilarli darajada oshirgan bo'lsa, ro'yxatdan o'tkazish talab qilinishi mumkin. Masalan, agar siz 2-3 metrli yengil omborcha qurgan bo'lsangiz, bu ehtimol katta muammo tug'dirmaydi. Ammo agar siz 6-4 metrli poydevorli va g'isht devorli yozgi oshxona qurgan bo'lsangiz, uni qonuniylashtirish talab etilishi mumkin. Bu yerda asosiy mezon inshootning mustahkamligi va uzoq muddatli foydalanish imkoniyatidir. 2. Davlat tasarrufidagi yerlar va kommunal mulk. Agar siz davlat balansida bo'lgan yer uchastkasidan, masalan, xizmat ko'rsatish uchun ajratilgan yoki ijara asosida foydalanayotgan bo'lsangiz, bu yerga bo'lgan huquqingizni doimiy egalik sifatida ro'yxatdan o'tkazishingiz shart emas. Lekin ijaraga olingan yer uchun ham ijara shartnomangizni davlat kadastr agentligida ro'yxatdan o'tkazishingiz shart. Bu sizni ijarachi sifatida himoya qiladi va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarning oldini oladi. Aytaylik, bir tadbirkor shahardan yer uchastkasini 5 yillik ijara shartnomasi asosida olib, ustiga vaqtinchalik do'kon qurgan. Bu holda u o'zining yerga bo'lgan mulk huquqini emas, balki ijara shartnomasini ro'yxatdan o'tkazish kerak. Bu ijarachining huquqlarini himoya qiladi va keyinchalik yerning egasi o'zgargan taqdirda ham uning ijara huquqi saqlanib qolishini ta'minlaydi. Ijarasiz foydalanilayotgan davlat yerlari bo'yicha esa vaziyat yanada murakkab. Ularni qonuniylashtirish uchun yer uchastkasini sotib olish yoki ijara shartnomasi rasmiylashtirish kabi choralar ko'rish kerak. 3. Meros masalalari va sud nizolari. Agar mulk bo'yicha meros masalasi hal etilmagan bo'lsa yoki sudlarda mulkiy nizo ko'rib chiqilayotgan bo'lsa, bu holda 5 maygacha bo'lgan muddat sizga nisbatan boshqacha tartibda qo'llanilishi mumkin. Lekin bu holatda ham sud qarori yoki merosxo'rlik bo'yicha guvohnoma olinganidan so'ng imkon qadar tezroq mulkni ro'yxatdan o'tkazish shart. Shuni yodda tutingki, sudga ariza berilgani mulkni ro'yxatdan o'tkazish majburiyatidan to'liq ozod qilmaydi. Faqatgina muddatni kechiktirishi mumkin xolos. Ammo bu vaqtinchalik yechim, doimiy emas. Sud jarayonlari tugagandan so'ng g'olib chiqqan taraf o'z huquqini ro'yxatdan o'tkazishi shart. Misol uchun, aka-uka o'rtasida meros qolgan uyning bo'linishi bo'yicha sud ishi ketayotgan bo'lsa, bu nizo hal bo'lgunicha mulkni kimning nomiga rasmiylashtirish aniq emas. Lekin sud qarori chiqqan zahoti mulkni o'z nomiga o'tkazish uchun shoshilish kerak. Ushbu kechikishlarning sabablarini tasdiqlovchi hujjatlarni, sud qarori nusxasi, meros ochilganligi haqida notarius ma'lumotnomasi davlat kadastr agentligiga taqdim etish zarur. 4. Uchta muhim tuzoq. Bu xatolar ko'pchilikka qimmatga tushishi mumkin. Internetdagi noto'g'ri ma'lumotlar. Ko'pchilik fuqarolar internetdagi ishonchsiz manbalardan ma'lumot oladi. Faqatgina rasmiy manbalarga, ya'ni davlat kadastr agentligi, Adliya vazirligi saytlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali YouTube ga ishonish kerak. Ijtimoiy tarmoqlardagi ekspertlarning maslahatlari ko'pincha noto'g'ri yoki eskirgan bo'ladi. Har doim tekshirilgan va rasmiy axborotga tayaning. Vaqtni cho'zish, hali vaqt bor-ku, 5 maygacha ancha bor degan fikr sizga qimmatga tushishi mumkin.
Jarayon ba'zan uzoqroq vaqt olishi mumkin. Shuning uchun oxirgi kungacha kutmang. Hujjatlarni yig'ish, arizalar to'ldirish, mutaxassisning joyiga chiqib o'lchov ishlarini o'tkazishi va boshqa jarayonlar kutilgandan ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Birgina bir hujjatning yetishmasligi butun jarayonni bir necha kunga, hatto haftaga kechiktirishi mumkin. Shuning uchun darhol harakat qilish lozim. Hammasi yaxshi degan noto'g'ri ishonch. Ko'pchilik menda hammasi yaxshi, kadastrim bor deb o'ylaydi. Lekin kadastrning qaysi yilgi ekanligi, unda barcha inshootlar aks etganmi yoki yo'qmi, mulk egasi o'zgarganmi degan savollarga e'tibor bering. Agar kadastr pasportingiz ancha eski bo'lsa, ya'ni 2018 yildan oldin rasmiylashtirilgan bo'lsa, uni tekshirish va yangilash maqsadga muvofiqdir. Chunki 2018 yildan keyin kadastr hujjatlariga nisbatan yangi talablar joriy etilgan va ba'zi eski hujjatlar yangi tizimda avtomatik ravishda tan olinmasligi mumkin. Bu holatlarni inobatga olish orqali siz o'zingizni ko'plab noxush vaziyatlardan himoya qilishingiz mumkin. Har bir holat individual bo'lgani uchun, agar shubhali vaziyat yuzaga kelsa, mutaxassis maslahatini olish juda muhim. Bu arzonroq va ishonchliroq yechim bo'ladi. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak? Demak, vaziyatni tushunib oldik. Endi eng muhimi nima qilish kerak? Quyida siz uchun aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bu maslahatlarga amal qilish sizni ortiqcha bosh og'riqlardan xalos etadi va mulkingizning qonuniy himoyasini ta'minlaydi. 1. Mavjud hujjatlaringizni to'plang va tekshiring. Eng avvalo, sizda mavjud bo'lgan barcha mulkiy hujjatlarni, uy orderi, oldi-sotdi shartnomasi, notarial tasdiqlangan, merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnoma, kadastr pasporti, texnik pasport, shuningdek, erga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi barcha qaror yoki dalolatnomalarni toping va bir joyga jamlang. Bu hujjatlar sizning mulkingiz tarixi va unga egalik huquqingizning dalilidir. Ularning amal qilish muddatiga e'tibor bering. Ba'zi texnik pasportlar ma'lum muddatga berilgan bo'lishi mumkin. Hujjatlarda ko'rsatilgan mulk egasining ism-sharifi sizning pasportingizdagi ma'lumotlar bilan to'liq mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar nikoh yoki familiya o'zgarishi sababli nomuvofiqlik bo'lsa, buni tuzatish kerak bo'ladi. Bu kichik detallar ham keyinchalik muammo tug'dirishi mumkin. Misol uchun, ayolning turmushga chiqishi bilan familiyasi o'zgargan, ammo mulk hujjati eski familiyada qolib ketgan holatlar tez-tez uchraydi. Kadastr pasportida barcha qurilgan inshootlaringiz, uy, garaj, oshxona, hojatxona, omborxonalar, devorlar va hokazo aks etganmi yoki yo'qmi, diqqat bilan tekshiring. Agar aks etmagan bo'lsa, bu degani sizning qo'shimcha qurilishlaringiz noqonuniy holatda. Ularni qonuniylashtirish kerak bo'ladi. Kadastr pasportida har bir bino va inshootning maydoni va joylashuvi aniq ko'rsatiladi. Agar sizning qurgan inshootlaringiz bu xaritada yo'q bo'lsa, demak ular rasmiy ro'yxatda mavjud emas. 2. Qaysi idoraga murojaat qilish kerak? Sizning asosiy manzilingiz Davlat kadastr agentligining hududiy bo'limlari yoki Davlat xizmatlari markazlari TXM. Hozirgi kunda aksariyat xizmatlar TXM orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali YTP orqali elektron shaklda ko'rsatilmoqda. TXM bu bir darcha tamoyili asosida ishlaydigan idora bo'lib, u yerda barcha kerakli hujjatlarni topshirish va xizmatlarni olish mumkin. YTP orqali esa uydan turib, internet orqali ariza topshirish va jarayonni kuzatish imkoniyati mavjud. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, sud nizosi mavjud bo'lsa yoki meros masalasi hal etilmagan bo'lsa, avvalo huquqshunos yoki notarius bilan maslahatlashing. Ular sizga qanday hujjatlarni to'plash va qaysi idoraga birinchi bo'lib murojaat qilish bo'yicha yo'nalish beradi. Ularning maslahati sizning vaqtingizni va mablag'ingizni tejaydi. 3. Hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish jarayoni bosqichma-bosqich. Ariza berish, TXMga murojaat qiling yoki YTP orqali elektron tarzda ariza yuboring. Arizada mulk haqidagi barcha ma'lumotlarni, manzil, maydon, tur va sizdagi muammoni, masalan, yerga bo'lgan huquq rasmiylashtirilmaganligi, eski kadastrni yangilash zarurati, qo'shimcha inshootlarni qonuniylashtirish aniq ko'rsating. Ariza namunalarini TXMda topishingiz yoki YTPda elektron shaklda to'ldirishingiz mumkin. Kerakli hujjatlar. Sizning pasportingiz nusxasi. Aslini ham o'zingiz bilan olib boring.
Mulkka bo'lgan huquqni tasdiqlovchi mavjud hujjatlar, asl nusxalari va nusxalari, order, oldi-sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi, yer ajratish to'g'risidagi hokim qarori va boshqalar. Bu hujjatlarning barchasi sizning egalik huquqingizni tasdiqlovchi asosdir. Agar mavjud bo'lsa, eski kadastr pasporti va texnik pasport. Bu hujjatlar sizning mulkingizning dastlabki holatini ko'rsatadi. Mulk bo'yicha boshqa har qanday hujjat, agar mavjud bo'lsa, qurilish ruxsatnomalari, tasdiqlangan loyihalar, o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qarorlar. Ayrim hollarda, ayniqsa qishloq joylarda, mahalla fuqarolar yig'inining tasdiqlovchi hujjatlari, ya'ni ma'lumotnomalari talab qilinishi mumkin. Bu mahalliy darajada mulkning tan olinganligini ko'rsatadi. To'lovlar, davlat boji va xizmat haqi mavjud. Bu to'lovlar mulkning turiga, maydoniga va rasmiylashtirish turiga qarab farq qilishi mumkin. Dixmda yoki yitibda to'lov miqdorini aniqlashtiring va to'lovni amalga oshiring. To'lov chekini saqlab qo'ying. Mulkni o'rganish va o'lchash. Agar yer uchastkangiz aniq chegaralanmagan bo'lsa yoki qurilgan inshootlar kadastrda aks etmagan bo'lsa, Davlat kadastr agentligi mutaxassislari joyiga chiqib, o'lchov ishlarini o'tkazadi va yangi kadastr hujjatlarini tayyorlaydi. Bu jarayon bir necha kun yoki haftani olishi mumkin. Ular binoning maydonini, chegaralarini, qavatlar sonini aniqlab, yangi texnik pasport va kadastr hujjatlarini shakllantiradi. Bu jarayonning aniqligi va shaffofligi juda muhim. Yakuniy natija: barcha hujjatlar rasmiylashtirilgandan so'ng sizga yangi namunadagi kadastr pasporti yoki ko'chmas mulk obyekti to'g'risidagi elektron ma'lumotnoma beriladi. Bu hujjat sizning mulk huquqingiz davlat tomonidan to'liq tan olinganligini va qonunan himoyalanganligini bildiradi. Bu sizning mulkingizni sotish, garovga qo'yish, meros qoldirish kabi harakatlar uchun asos bo'ladi. Tort. Muhim eslatmalar. Muddat. Yana bir bor takrorlayman. 5 maygacha harakat qilish zarur. Bu muddat shunchaki belgilanmagan, u jiddiy oqibatlarga ega. Bu sanadan keyin qonuniy choralar ko'rilishi boshlanadi va jarimalar ancha qimmatga tushishi mumkin. Ba'zan esa mulkdan mahrum bo'lishgacha olib kelishi mumkin. Yordam. Agar o'zingiz bu jarayonni amalga oshirishda qiynalsangiz, maxsus yuridik firmalarga yoki mulkni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi xususiy tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin. Lekin ularning ishonchliligi va obro'sini tekshirishni unutmang. Faqatgina litsenziyaga ega va tajribali mutaxassislarga ishoning. Soliqlar. Mulkingizni qonuniylashtirgandan so'ng, unga tegishli soliqlar to'lanishini ham yodda tuting. Bu davlatning mulkchilik munosabatlarini tartibga solishdan ko'zlagan maqsadlardan biridir. Soliqlar to'lash mulk egasining mas'uliyatidir va bu sizning qonun oldidagi majburiyatingiz. Endi sizning mulkingiz haqida davlatda aniq ma'lumot bo'ladi va soliq majburiyatlari ham aniq ko'rsatiladi. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomizda sizga juda muhim va shoshilinch xabarni yetkazishga harakat qildim. Yangi qonunchilik talablari shuni ko'rsatadiki, endilikda mulk huquqiga beparvo bo'lishning oqibatlari juda og'ir bo'ladi. 5 maygacha mulk huquqingizni davlat reyestrida rasmiylashtirmasangiz, mulkingizni yo'qotishdan tortib, katta jarimalarga tortilishgacha bo'lgan xavflar mavjud. Bu xavflar shunchaki nazariy emas, balki real hayotda yuz berishi mumkin bo'lgan voqeliklardir. Mulkchilik munosabatlarini tartibga solish davlat uchun ham, siz uchun ham foydali. Bu sizning mulkingizni himoya qilishga, kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni oldini olishga xizmat qiladi. Qonuniy mulk hujjati bu sizning oilangizning moliyaviy barqarorligi va kelajagi uchun mustahkam poydevordir. Shuning uchun, iltimos, ushbu masalaga jiddiy yondashing. Bugunoq o'zingizning mulkiy hujjatlaringizni ko'rib chiqing, tartibga soling va kerakli choralarni ko'rish uchun Davlat kadastr agentligi yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. O'z fikrlaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men va jamoamiz sizning savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga siz uchun yanada foydali kontent yaratishga yordam beradi va boshqa odamlar ham bu muhim ma'lumotni ko'rishini ta'minlaydi. O'zingizni va mulkingizni himoya qiling.